kerak emas. Aynan masalan qog'oz bilan ruchkasini olsin-da, shug'ullanib ketaversin. Men baxtsizligimga sabab qaynonam emas ekan, erim ham emas ekan, yoki mana hamkasbim emas ekan, o'zimda ekan. Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyosi. Aslida psixologlar har bitta psixolog u to'g'ri aytyaptimi? O'sha paytda noto'g'ri aytyaptimi? Ular juda ham kerak. Assalomu alaykum taraflar, yana efirda Miron Shoh sizlar bilan va bizni har doim kuzatib kelayotganlar juda ham yaxshi biladi. Biz psixologlar bilan, coachlar bilan ko'proq suhbat qilamiz va bugun ham ayollarimizga ko'plab o'zini foydasini berayotgan, maslahatini berib kelayotgan coach mutaxassisimiz Kumush bilan suhbatni tashkillashtiryapmiz. Xush kelibsiz. Rahmat, Mirosha aka, xursandman. Bir yilda kamida 2-3 marta suhbat qilamiz, keyin yana yo'q bo'lib ketasiz. Orada qanaqadir vaqtlar yo'q bo'ladi, boshqa bo'ladi. Men aytaman, balki jasorat topish kerakdir, balki kuch topish kerakdir, balki ishonch topish kerakdir deyman. Agar ishonch topish kerak bo'lsa, bu ishonch qayerdan olyapsiz? Biz oldimizga kelishim oson emas-ku baribir. Ha, to'g'ri. Qarang. O'zi shu joygacha kelish yoki bo'lmasam siz yana qayta taklif qilishingiz, buni o'zida ham juda ham katta bir haqiqatlar bor-da, Mirosha aka. Hayotga ichimda o'sha boshlab bir necha yillar oldin Toshkentga kelib, yugurib, yelib, menda juda ham katta bir narsa uyg'onish degani xuddi mana shunaqangi men insoniyatga foyda bera olaman degan narsa avtomatik bo'lib qolganda, men o'zimga yordam berdim-ku, endi insoniyatga yordam beraman deganingizdan keyin yaratganning o'zi sizni tayyorlar ekanda. Nimaga bir yillab o'sha kelishim kerak edi, siz bog'landingiz, nimaga kechikdi shuncha payt yoki boshqa. Bu narsalar, qarang, fikrlar agar haqiqatdan ham uyg'ongan odam bo'lsa, u bitta fikrda emas, qarashlar o'zgarib borar ekan. Men boshida kelganimda psixologiyadan to'xtang, deb psixologiyaga urish kerak emas degan qarashlarim bo'lardi yoki boshqa va bu bir yillik davr meni bir juda ham katta etapga tayyorlab berdi-da. Yaratgan shukur, ming shukur, hozir boshqa bir rakursdan, boshqa bir inson sifatida, boshqa bir qarashlar bilan keldim. Va yana bir narsani aytaman, inson hayotiga bir poklikni, ruhan poklikni kiritsa, hayot yo'li sifatlashadi-da, bu sifat o'sib borar ekan o'zi. Balki bu o'sish tashqarida ko'rinishi mumkin, qanaqadir shovqin-suron bilan yoki bo'lmasam ichki halovatni yo'qolishi bilan, boshqa tomonlar bilan ko'rinishi mumkin, lekin har doim o'zi aslida minusga kirib ketgan odamda muammolar borgan sari yillardan bir oshgani sayin oshib boraveradi. 2 yil oldin eslaydi. Men bunaqa edi, o'shanda holatim yaxshi ekan, lekin u battar minus oshib boraveradi. Lekin bir qadam bo'lsa ham ruhiy poklanishni ta'mini bilgan odam bitta qadam qo'ygandan keyin u plus yana ham yuqorilashib boradi. Va hozirgi holatim o'sha 1-2 yil oldin siz bilan suhbatdagi ilmlar deydimi yoki bo'lmasa meni dunyoqarashim sifatlashgan va o'zgarganda, plus tomonga o'zgargan. Va buning uchun mana shu joyga kelib, butun bo'lib kelish uchun yaratgan bir yillab meni kerak bo'lsa yotqizib tayyorladi. Va yuqorida ruhiy poklanish odam o'z hayotiga olib kirgandan keyin degan so'zni ishlatdingiz-da. Qanday bo'ladi u? Masalan, siz hayotingizga ruhiy qaysi poklanish olib kirdingiz? Men har doim aytaman, menga yaratgan bergan bir yo'l bor. Haqiqatdan ham insonni taqdirini o'zgartiradigan, o'zini hayot sifatini butunlay boshqa bir holatga olib o'tadigan shu qog'oz qalam bilan yozib, ruhiy holatini o'sha onga kerakli savollarni berib yozish orqali inson bir qism poklangandan keyin, masalan, bir suvni olsak, u irmoq bir joyga kiradi, u sizib kerakli joyda o'zi biladi qayoqqa oqishini-da. Xuddi mana shunaqa poklanish shunaqa deyman. Poklanish sen
qog'oz qalamni olib, mas'uliyatni bo'yningga olib, men o'zimni o'zim tozalay olaman, ustoz kerak emas, psixologiyadan ham charchadim, ilmdan ham charchadim degan inson qog'oz qalam bilan bir joyga o'tirib bo'ldi endi desa, u sizadida sekin-sekin o'sha piluslashib, o'sib boradi. Siz hayotingizga qog'oz qalam bilan yozib, ichingizdagi hamma savollaringizni yoki o'sha gaplaringizni yozib chiqarishni, ruhiy poklanishni olib kirdim hayotimga. Mana shuni isbot qila olasiz yoki keltira olasiz shunaqami? Shuni aytaman doim. Qog'oz qalam bilan qarang, bir insonni hayotida sirtmoq degan narsa bor-da, men tushuntiraman darslarimda. Ya'ni bir insonni hayotida bolalikda uni qiynab kelgan bir og'riq bor. Bir misol uchun aytaylik, o'gay onani qo'lida katta bo'lgan qiz, u o'gay onasidan og'riq olyapti-da, tezroq turmushga chiqay, yaxshi bo'lib ketaman, shu joydan qutulaman, yaxshi bo'lib ketaman deb yashaydi. U qochadi o'sha vaziyatdan va turmushga chiqsa, uni yoki qaynonasi yoki ovsini tomonidan xuddi shunga o'xshagan og'riq olyapti va bu joydan ham qochadi. Men endi alohida yashashim kerak, erkin bo'lishim kerak deydi. Alohida uyda yashaydi, ishga kirsa, ishxonasida bir rahbar, xuddi bu. Bu aslida inson turli xil muammolarni ichida unisini hal qilyapman, bunisini hal qilyapman deb umrini o'tkazishi mumkin. Bu sirtmoq shunchaki. Ya'ni u joyda bitta narsa tizim ishlayapti-da. Ya'ni ruhiy holatni tizimi. Sistema o'sha, bitta shakl, lekin vaziyatlar har xil shakllarga ko'chgan. Boshqa u do'sti og'riq berdi, xiyonat qildi, farqi yo'q. Nimasi, turmush o'rtog'i xiyonat qildi, boshqa xuddi o'sha sistemalashib boraveradi, lekin bu vaziyatlarga bir psixologga borib, ilmini olib o'sha joyda og'rig'ini bostirib, keyin yana bitta kursdan borib og'rig'ini bostirish emas. Yozganda mana shu struktura bo'yicha, ruhiyatni tizimi bo'yicha o'sha muammolar yoshlikdan kelyapti bu struktura. Faqat shakllar boshqacha bo'ladi, lekin tizimgacha bora olish uchun haqiqatdan ham yozish kerak-da. Keyin bir narsani aytaman. Eng dunyo yaratilish ilk boshida qalamni yaratdi. Muqaddas kitoblarda aytiladi, qalamni yaratdi va birinchi ilk vahiy kelganda ham o'qing, o'sha qog'oz qalam bilan inson tizimlashtirib, sistemalashib ongni judayam katta narsaga ochilishi mumkin va aytishadi, masalan, sen so'rasang, so'raganingni beradi yaratgan. Biz so'raymiz, lekin so'ragan narsamizga ichkarimizda joy yo'q-da. Ya'ni bu odamlar psixologiyada aytishadi, loyiq ko'rmaslik, haqiqatdan ham sen o'zingni ichingda unga joy bo'lmasa, sen kichik bo'lsang, u narsa sendan baland bo'lsa, sen uni "Vav" deyishing mumkin. Sendan balandda u, "Vav" deb turib, uni o'zingdan yuqoriga qo'yishing mumkin, u sening hayotingga kirmaydi. Lekin ruhiy poklanish degani haqiqatdan ham tizimlashtirib, sistemagacha borib ishlash degani insonni ruhiyatida, bilasizmi? Shu joyda, shuning uchun shu ilmga, shu yo'limga baralla yugurib yelaman-da. Men insoniyat uchun kerakman degan narsani berib qo'yadi-da Xudo. U farqi yo'q. U o'qituvchi bo'lsa, men o'quvchilarim uchun kerakman. Yoki hech bo'lmaganda ayol o'zini jamiyatda men o'zim uchun va oilam uchun kerakliman degan narsani o'zi his qilib olsa, u hech kimdan erim e'tibor bermayapti, bolalarim bemehr yoki mehrsiz, shunga o'xshagan butunlikni, mehrni tashqaridan so'rab o'tirmaydi-da. Va bu kichik suratlarda oila miqyosida, sekin-sekin atrof, hamkasblar miqyosida va butunlik, ya'ni poklanish darajasi yuqorilashgan sayin o'sha jamiyat miqyosida insoniyatga kerakman men degan narsani solib qo'ysa Xudo, bo'ldi, uni to'xtatib bo'lmaydi. U hech qachon orqaga ketmaydi va shu jamiyat uchun kerakman degan ilmini ifodalash uchun ham yaratgan o'zi tayyorlab borar ekan. Har xil vaziyatlar bilan bir mung soldi, bir tumanlik bo'ldi, endi nima bo'ldi, sindimmi men, nima bo'ldi, ichimdagi qayg'u, og'riq nima bu, tushunmadim va sekin anglab borsam, hozirgi katta maydon uchun tayyorlaganini juda ham qattiq his qilganman-da. Boshida men o'yladim, birinchi poklanish akademiyasi ochdim,
ko'p ayollar zo'r natijaga chiqishdi. Ularni majburlab olsam 6 oylab keraksiz fikrlaridan tozalash uchun men ularni shu qadar mehnat qildim, shahd qildim. Men o'yladim, rosa ko'p yuklanganman. Ularni majburladim, musurini to'kish uchun men yiqildim degan narsa yo'q, unaqa emas. Men bir etap bir insonni taqdirini yaxshilash uchun sababchi bo'ldim va Yaratgan endi sen kattaroq maydonga keraksan degan narsa bilan tayyorladida. Shuning uchun ham insonni ichida ishonch avtomatik insonda uyg'onishi kerakda. Ishonchimni oshirishim kerak, samostenkamni ko'tarishim kerak degan narsalardan baland bu. Tushunyapsizmi? U avtomat men jamiyatim uchun kerakman, men insoniyat uchun kerakman degan narsaga ishonch bilan his qilib olsa, keyin hamma narsa etapma-etap siljib, sizib, oqib yuqorilashib boradi. Mana ishonch kerak emasligi yoki qanday uni paydo qilishligi yo bo'lmasam qanday uni kashf qilishligi odam fazilatlari yoki bir qismlari bilan bog'liqda va xafa bo'lishlik bo'lmasligi ham aynan mana shu qismlari bilan bog'liq. Endi bu hech kimdan xafa bo'lmaslik, masalan yozib hech kimdan xafa bo'lmaslik uchun yoki aynan mana shu siz hozir aytayotgan yoki isbotlab kelayotgan tizimda hech kimdan xafa bo'lmaslik yoki xafa bo'lishlik bu qanaqa ishlaydi? Zo'r gap aytdingizda. Insonni taqdirini o'zgarishi uchun avvalo uni haqiqatdan ham ichki fe'l-atvoriga bog'liqda. Ichki xulqiga bog'liq. Masalan, odob boshqa, xulq boshqa. Insonni ichida xulq paydo bo'lsa, bo'ldi, u hech narsadan qo'rqmasin-da. Hech narsadan qo'rqmasin. Yaxshi xulq paydo bo'lsa, ichki xulq paydo bo'lsa. Endi bu xulq degani qarang. Odob tashqarida hurmat yuzasidan katta bo'lgani uchun yoki bo'lmasam bo'lgani uchun, qaynona bo'lgani uchun o'zini bosish, lekin ichkarida qayerdan ham shunaqa dedim, shu bilan uni tashqarida xo'p deyar, lekin shunaqa ham bo'ladimi, degani yoki bo'lmasam qaynona boshqa degan narsalar bu odob yuzasidan jim o'tirishi mumkin. Lekin aslida unda xulq paydo bo'lsa, o'sha atrofidagi hattoki unga zarar berib qo'ygan insonlarni ham mantig'ini tushunadi. U bunga naf bilan zarar berdi. Unga juda katta tajriba berdi, unga dars berdi, uni ulg'aytirdi. O'sha vaziyatlarda ham ichkaridan unga yaxshilik tilaydi-da. Odamlar tashqarida odobli, juda ham odobli. Masalan, biz o'zbek xalqi odob birinchi o'rinda. Lekin ichkari g'azabda, alamda, masalan, unga jazo tilash, bu eng men asosiy fishkam, hech qanaqasiga kechirishning eng oson usuli jazo tilanmaslik uchun avval qog'ozda jazo tilashda, unga borini chiqarish. Sen odob bilan muloyim assalom boshqa deb o'tirganing bilan uni ichida unga nisbatan qabul qila olmaslik, masalan jazo tilash bo'lsa, qanday qilib Yaratgan unga so'raganlarini berish mumkin. Masalan, men uchun bu inson yaxshi emasdir, menga zarar berayotgandir, lekin u Alloh uchun bir aziz-da. Har bitta bandasi aziz-ku. Allohni sevgan bandasiga jazo tilab tursa, ichida qanchalik xulqsizlik bu. Masalan, ichki ilohiy xulqni ochilishi uchun hamma, masalan, keraksiz ichkaridagi alamni tashqariga chiqarib qog'ozda shunchalar oson ichki ilohiy xulqqa kelish mumkin-da. Va bu narsa ilohiy xulqni ochilishi Yaratganga yaqinlashtirib qo'yadi-da o'zi. Va sizda hech kimga zarar berish xohlamayapsiz va atrofingizdagi odamlarga hasad yo'q, hamma baxtli bo'laversin, hamma zo'r bo'laversin degan narsa paydo bo'lib qolsa, odamda u hech narsadan qo'rqmasdi. U katta yo'lga chiqib bo'ldi. Uni o'zi Yaratgan o'zi qo'llab bir dumalasa tepaga olib chiqib, nimanidir so'rasa berib. Ba'zi odamlar borku o'zi tug'ma shunaqa, nimagadir ishi o'xshab ketaveradi. Nimanidir nima qilsa,
qo'llab ketaveradi. Unda xulq bor-da. Lekin biz tashqaridan judayam odobli ko'rsatamiz o'zimizni. Judayam odobli ko'rsatamiz, lekin ichkaridagi xulqimizni shakllantirishimiz uchun ham poklanish haqida men doimo urg'u beraman va ishonch bilan poklanish akademiyasi degan narsani katta bir va'da bilan seni taqdirotinggacha sen agar mas'uliyatingni bo'yningga olib ishlab bera olsang, seni xulqlantirib beradi. Seni yaratganga yaqinlashtirib beradi degan katta gap bilan katta ketib chiqqanman-da, maqtanib chiqqanman yo'lga. Qaytaring ochiq gap. Poklanish Aha. poklanish seni taqdiringni sifatlashtirib beradi. Ruhingni poklanishi. Seni taqdiringga yozilgan o'sha qaysidir mentalniy xafagarchilik yoki boshqa bo'lib o'tar, lekin u sifatlashib umuman boshqa darajada bo'lib boradi. Men bunga katta ketib, maqtanib yo'lga chiqqanman deyman. Ayta olaman shu narsani. Xo'p, bo'pti. Unda nimaga odamlar bir xil jumboqlar atrofida aylanadi? Bir xil muammolar atrofida aylanadi. Muammolar atrofida aylanadi. Bu shunchaki sirtmoq, ya'ni bir xil muammolarda aylanishi bu judayam to'g'ri narsa-da. Qarang, bir odamni qaysidir erni tashlab ketgani og'rintirsa, bu uni g'azabga keltirsa, bu sen tur o'sha yerdan. Sen shu narsani shu sistemangni o'zgartirishing kerak degan bir yo'lda va Allohni marhamati judayam kattaki va buni umrini oxirigacha imkoniyatda bu berilaveradi. Ya'ni nimaga hech ham o'zgarmayapti shu vaziyatim, nimaga men charchadim, 60 ga kirsam ham o'shanda ham shunaqa og'rig'idi menga deb aytishadi. Bu shunchaki bir o'sha sirtmoq deganim aslida bu yaratganni in'omi yoki imkoniyati. Oxirigacha sen meni bag'rimga kelguncha, sen menga kelguncha hech bo'lmasa bitta shu strukturangni o'zgartirib ol, sen mana shu joyingda sen turg'izarkan, shu uni razrashat qilyaptimi, senga shu narsa reaksiya beryaptimi? Bizga qaytarilayotgan vaziyatlar judayam katta reaksiya berganimiz uchun qaytariladi. Judayam qattiq qalqitadiki, u narsa aylanaveradi o'sha narsani atrofida. Ya'ni u o'sha vaziyatda turishi uchun-da va bu uyg'onishi uchun. Ichkarisidagi mana shu strukturani o'zgartirish hammada har xil usulda. Meni eng katta ishontirib aytadiganim, bu narsalar hammasini chiqarib tashlab, sistemasigacha buzib tashlab, har doim yaratilish oldin buzilishdan boshlanadi-yu, oldin buzasan, hamma yo'g'ingni eski uylarni qurib buzgan insonlar biladi, hamma yo'q vayron bo'ladi, keyin barpo bo'ladi. Ruhiy tozalanish oldin buzilishi, keyin barpo bo'lishi orqali bo'ladi-da va har doim qaytalanib yotgan, og'riq berayotgan narsa bu yaratgan shunchalar yaxshi ko'radiki, hech bo'lmasa baribir shu joyini imkon beraveradi, qaytalanaveradi. Sen shu joyini to'g'rila, menga kelguncha, sen hech bo'lmasa shuni oxirgi nafasini olayotganda ham o'sha og'rig'idan ingrab, yana shu vaziyatdan o'sha asabiylashib turadigan insonlar bor. Xuddi o'sha vaziyat hech bo'lmasa shu joyda angla degan narsa. Bu senga turtki, bu senga imkon. Demak, to'g'rilashing kerak. Va shu narsani eng katta qoida bor. Inson insonga daxlsiz va odam bir pardani yorishi, masalan, darajalar tepaga chiqishi, yaratganga o'sha bir etapma-etap osmon qatlari degan narsalar bor-ku aslida, ochilishi va bu insonning ruhiy darajasini o'sib borishi ana o'sha joyda o'sha pardani yirtilishida sekin unga yaqinlashi va senga eng katta razrashat qilayotgan, seni eng katta og'riyotgan vaziyatingda sen bu narsani qabul qilib olishing uchun ham oldin tozalash kerak-da, poklanish kerak. Va bu senga juda ham katta imkoniyat ki sen shuni qabul qilda, bir etapdan o't degan ma'nodagi vaziyat. Siz aytayotgan narsalar ikkita jumlaga bemalol sig'dirsa bo'ladi, chunki biz buni eshitib katta bo'lganmiz. Masalan, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo. Siz nima deb dunyo qaraydigan bo'lsangiz, mana shu narsa ko'z oldingizda yoki taqdiringizda paydo bo'lishi, ya'ni shu narsani hamma eshitamiz, hammamiz eshitganmiz, lekin amal qilish qiyin-da.
Hammamiz bu narsaga eshitib katta bo'lganmiz. Hamma psixologiyaning ichida yurgan odamlar. Sen o'zingni qadrlasang, atrof qadrlaydi. Sen o'zingni yaxshi ko'rsang, hamma yaxshi ko'radi yoki bo'lmasam sen hammani kechira olsang, qabul qila olsang, keyin seni hamma qabul qiladi. Sen yengil bo'lishing uchun hammani kechir yoki boshqa mazmundagini hamma biladi buni. Hamma biladi. Lekin unga amal qilayotganlar juda ham kamda. Amal qilolmaydida mana bilimni ustiga bilim, anglashni ustiga anglash, kimnidir tushunchasini ustiga tushunchalarni olaveradida, lekin u qo'llolmaydida. Qo'llashi uchun, bu narsaga amal qilish uchun avval ruhiyatini poklash kerakda. Mironshoh aka har bitta narsani ko'nglingizga solgani bekorga bo'lmaydi. Hali bu mana shu yo'lni hozirgi baribir saqlanadi-ku, YouTube'ga qo'yamiz boshqa. Shu gaplarimni yillar o'tib butun O'zbekiston miqyosida qanaqadir men o'zimni poklanish maktablari butun O'zbekistonga tarqalganini, mana shunaqa narsalarni niyat qilaman va yoshlikda masalan bolalarga alohida shunaqangi xohlagan ruhiy o'sishni xohlagan insonlarga shunaqangi katta yuqori darajada sifatli shunaqalarni xohlayman va bu men his qilamanki jamiyatni, O'zbekistonni juda ham katta balandlashishiga xizmat qiladi va hozir ham menda bir tuyg'u bor. O'zbekiston juda ham katta tez sur'atlarda o'sayotgan davlatlardan, uyg'onayotgan davlatlardan biri ham. Mana psixolog kerak emas, coach kerak emas. Agar ruhiy poklanadigan bo'lsa, mana bemalol o'zi bajarsa bo'ladi deb yuqorida aytib o'tdingiz-ku. Kerak emas. Aynan masalan qog'oz bilan ruchkasini olsin-da, shug'ullanib ketaversin. Okey, bu yaxshi. Psixologlardan ham, coachlardan ham balki bunaqa mutaxassislardan ham charchagandir yoki biz charchagandirmiz. Xo'p, qog'oz bilan ruchka yonimda. Dastlabki 3 ta savolni bering. Aynan mana shu 3 ta savolni yozib qo'yamizda, mana shundan boshlab ko'rishsin. Ha, beraman. Undan oldin psixolog kerakmas ekan deganingizga aytib o'tib ketayda. Men qachonlardir kerakmas, psixologga bormang deganman. Chunki ba'zan men o'zim o'sha qiynalib hayotni bir etaplardan o'tilayotgan paytimda psixologiyaga bordim, u yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Qanaqadir yana o'sha sirtmoq ichidaman, yana o'sha og'riqli vaziyat ichidaman. Lekin aslida psixologlar har bitta psixolog u to'g'ri aytyaptimi? O'sha paytda noto'g'ri aytyaptimi? Ular juda ham kerak. Hozir shunaqa deyman. Nimaga? Ya'ni hayot uchun, olam uchun, dunyoni anglayman degan har bitta qadam ulug'da, har bitta qadam juda ham go'zal. Va ular masalan ba'zan oldimga keladi, 10 yil psixologiyani ichida yurdim, natijasizman va hattoki shu qadar ilmni shim olganki, umuman o'zi yotib qolganda, u yuk bosib qo'yganda, chunki masalan bir ilmni olib o'rganganingdan keyin hayot senga uni amal qil, qo'lla degan bir vaziyatni solib qo'yadi-da va u amal qilmasdan borib yuklanib og'irlashib ketgan. Shunaqa ko'p narsani biladi, hech qaysiga amal qilmagani uchun ham og'ir, oldingidan ham minusga kirib ketgan. Va shu joyida aytamanki, u qiynalib mana shunaqangi yiqilib, og'riqqa kirib, yerga ishqalanib bo'lsa ham qachondir unga bu yo'l eng to'g'ri yo'lni topish uchun o'zak bo'lib beradi-da. Adashadi, turtinadi, lekin bir kun asl o'ziniki bo'lgan, ruhiga mos tushadigan yo'lga keladi. Masalan, hozir juda ham kam sonli odamlar shu liniyani oxirigacha mahkam ishonch bilan ushlab, bo'ldi, mana shu o'zimda ekan, yozamanda hammasini o'zim hal qila olaman deb sehrli narsa kutmay, zo'r sehrli ilm ekan deb chopmay qo'yadigan insonlar juda ham kam. Chunki u qachondir to'yinish kerakda, boradi, izlanadi, boshqa qiladi, yiqiladi va bir kun charchaydi. To'yingandan keyin shu joyga keladi. Unga tayyor bo'lish kerak, ishonchini ushlab qolish uchun. Va siz aytgan savol bering deganingizga eng katta masalan, agar shu efirni ko'rib turgan insonlar uchun butunlay agar 6 oy shu savol bilan ishlay olsa o'zi 100% ishonch bilan aytaman, juda ham katta irmoqni olib kirib qo'yadi-da o'ziga, hayotiga. Men
kimlarni qanday jazolanishini xohlayman. Mhm. Qanday jazo olishini xohlayman. Bu a, odamlarni kechirish uchun Mironshoh aka hammani kechirib yuborish uchun judayam katta yordam beradi. Lekin bir varaq, ikki varaq yozib to'xtatib qo'yib, voy hech narsa o'zgarmadi deb qo'yishmasdan uni o'zi ishlagan, masalan, ruhan chanqoq odamlar biladi, oxirigacha olib borsa ichida qolmaydi. Masalan, biz kimdandir qattiq xafamiz, unga nisbatan yomon inson siymosida ko'rinadi endi u va unidan nima uchun kechira olmaymiz? Kechirishim kerak shu narsani, erimni kechirishim kerak, o'sha 10 yil oldin xiyonatini deydi-yu, kechira olmaydi. O'sha xiyonatiga yarasha uni ongida jazo berilmaganda jazo berilishini xohlaydi. Jazo bersa unga ajab bo'pti deydi. Deb, mana jazosini Xudo berdi-yu deydi, lekin u jazo ering-ku, o'zingga ham deyadi-da u avtomatik. Va bir insonga jazo tilab yashasa, ermi u dunyoning u burchagidagi qaysidir bir insonmi aylanib ulgurib o'ziga kelaveradi, uni tushunmaydi. Aslida bu olam biz butunku, biz nimani tashqariga chiqarsak o'zimizga kelaveradi va bu narsani ayovsiz, masalan, voy men qo'rqib ketdim, qo'rqyapman, bunaqa jazo tilolmayman, yozolmayman deb o'ylaydi, lekin aslida ichida shu darajada qo'rqinchli jazolari bor, unga yozishga qo'rqyapman bu narsani deb o'ylaydi, lekin ichingda bor-ku, ichingda shu narsalar turibdi-ku, uni tashqariga chiqarib bera olsang, shu yaqinda bir kelin bilan ishladimda, qaynonasi bilan o'sha turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketgan u, lekin qaynonam meni ajrashtirgan, erim bilan uzoqlashtirgan, boshqa shu darajada nafratda, shunchaki unga unaqa bilim bermadim. Hayotini tiklanishi uchun, oilasini butun bo'lishi uchun. Shunchaki sezdim, u bilimni olmaydi. Umuman qabul qila olmaydi. Sen tushun, degan narsani anglashing kerak. Sen u ham bir inson degan narsalarni u tushunmaydi. U qabul ham qila olmayapti. Shu daraja alamda. U faqatgina shu jazoni yozdi. Ishoning, o'sha qaynonasini yaxshi ko'rib qoladi-da. Shu yomon og'riq bergan odamga nisbatan ichida Qancha shug'ullanadi shu bilan? 1 oy. Yaxshi ko'rib qoladi o'shani. Va siz masalan, siz qayta-qayta meni mikrofoningizni oldiga chaqirishingiz yoki boshqa meni sizga nisbatan, ruhingizga nisbatan hurmatim borligidan-da, Mironshoh aka, ilm ta'riflarim ilmi bor, uyg'ongan insonlardan yoki boshqa degan ijobiy fikrlarim borda va siz oldingizga kelib olib, nimaga bu bola yoki boshqa desa, siz o'shanga qarab ishlaysiz-ku, u bilan suhbatlashingiz ham kelmaydi va oilalarni birlashishi uchun, munosabatlarni chiroyli bo'lishi uchun ilmdan ko'ra ham balandroq narsa unga nisbatan fikrlari chiroyli bo'lishi. Buni hamma biladi. Sen qanday fikrlasang, unga nisbatan fikrlaring qanday bo'lsa, o'xshashini tortadi, munosabating yaxshi bo'lishini hamma biladi. Lekin amal qilishi uchun aytdim, amal qilishi uchun u narsani fikrni eshitib qo'ya qolishni o'zi emasda, bu narsani hamma biladi-yu, amal qilishi uchun ichingdagi unga nisbatan hamma yo'q bo'lib ketsin, yiqilsin, o'lsin degan narsalarni yozsang, yaratganni bir bandasiga nisbatan yaxshilik qolsa ichingda, bo'ldi, sen dunyoga chiqa olasan deganida. Qarang endi mana men kimga nima jazo xohlayman deganda, o'shani xuddi qarg'ish ohangida yozilish metodikasi shunaqa, masalan, unaqa bo'lib ketgin, bunaqa bo'lib ketgin, yiqilib tushgin, qoqilib tushgin, xuddi shunaqa ko'rinishda Yozganda son qo'yib yozadimi uni? Yoki yo'q, yozsa bo'ldi, xohlasa. bitta odamga 6 oy bunaqa so'rash. Unaqa 6 oy emas. U aytdim-ku, o'zi yozib shu darajada ruhimiz biladiki, umuman kelmay qoladi o'zi. Bir kelganda qaysi birini yozishni bilmasdan o'tiradi odamlar, lekin umuman hech nima kelmay qoladi. O'zi avtomatik hislari har doim bir mo'jizalar yuz beradiki, aynan o'sha bir ishlayotganimizda, akademiyamizda ham, boshqada ham biz o'sha ishlab ichkarimizni to'kayotgan eng qarshimdagi dushmanim, buni umrbod kechirmayman bunga degan odamlar bilan munosabatlar juda ham iliqlashib ketadi-da. Aynan.
Nima uchun u darajada uni qarshisida ko'ryapti? Nima uchun u darajada unga dushman sanaydi? Chunki ikkalasi bir xil insonlar, o'xshaydi bir-biriga, judayam o'xshaydi va o'zini qabul qila olmaydida, uni ham qabul qila olmaydi, o'rtada jang ketadi. Bilasizmi? Qarang, yana bitta narsani aytaman, o'zimga savol berib ketishim. Ko'p-da aytmoqchi bo'lganlarim sizga. Poklanish akademiyasimi, xullas ruhiy poklanish, qog'oz qalam meni do'stim degan narsalar, Jaloliddin Rumiylardan kelgan fikrlarga isboti, men shu darajada o'zimni qabul qila olmaganmanki, ismimdan uyalardim. Ismim Kumush bo'lmagan, ismim Qumrixon bo'lgan. Bobom men tug'ilganda, opam ismi Ro'za oyida tug'ilganlarda, judayam kumir bo'lgan o'sha eng judayam e'tiqodi baland bir olim insonni oldilariga borib, biz o'zimizni hududdagi nevarali bo'ldim. Opasini ismi bunaqa, nima ism qo'yay deb, hatto qo'yib bering ismimni deganlar ekan. Ha, endi u inson bir judayam bir nurli, muftiy inson bo'lgan. Endi Ro'zaxon bo'lsa singlisini ismini Qo'zixon qo'ying debdi. Vaholanki opamni o'rtoqlari mahalladagilar o'ynaganda Ro'zixon, Qo'zixon deb hazillashib kular ekan. Opam yig'lab, o'zi meni mahallamdagilar Qo'zixon deb masxaralasa, endi singlimni ismi shunaqa bo'ladimi deganda, ha, Qumrixon qo'ygan. Sekin sal maktab yoshiga kirganimdan keyin bu darajada ismidan uyalish, o'zini inkor qilishda. Maktabda jurnal familiya o'qib, ism familiyasini o'qib bir nima e'lon qilayotganda, meni ismim aytilmasaydi degan nima aytilmasaydi, shu kimdir Qumrixon shu darajada bo'lardim. Keyin sal 4-5-sinfligimda Qumrixon, Kumush deb sekin Kumushga aylanib ketdi. Keyin Kumush degan narsa menga yoqib qoldi-da. Mahkam ushladim shu narsani. O'zi dadamda shu Kumush degan qo'yish xohishi bo'lgan-u, lekin dadalari shunaqa qo'ygan ekanda. O'zimdan shu darajada qabul qila olmasdim o'zimni. Odam o'zini inkor qilsa, o'ziga o'zi do'st bo'lmasa avvalo. Men o'zimga dushmanmanki, o'zimni qarshimda turaman doim. Qanday qilib yaratgan senga do'st bo'lsin? Qanday qilib hayot senga bir mukofot bersin? Men xuddi shu darajada bo'lganman va ayta olamanki, doim aytaman, har qanday teskarisidan kelgan vaziyat, masalan, hozir judayam qaynonamni yomon ko'raman yoki erim bilan yasholmaydigan darajada qattiq janjallashamiz yoki bo'lmasam qaysidir judayam tashqarida xunuk ko'ringan vaziyat judayam chiroylilashi mumkin-da, u to'g'ri yo'nalishda yozib ruhini tozalab ishlay olsa. Biz sahifalarni oxiridan boshladik degan narsa meni eng katta nima deydi, prinsipim desa ham bo'ladi. Men bilaman, masalan, judayam qattiq erimdan nafratlanaman. Umuman u odam bilan yashashda iloji yo'q yoki boshqa degan narsani yesa, ertaga zo'r bo'lib ketishini bilaman-da. Tashqarida juda xunuk ko'ringan narsa, xuddi meni umuman o'zimni qabul qila olmaganman. Ismimdan uyalardim, ismimni aytmasaydi derdim masalan, va shu darajada o'zimni qarshimdan emas do'stlashib aytyapman-ku, men jamiyat uchun kerakman degan narsa nido borligi uchun men o'sha bir necha yil oldin sizga Jahongir Ortiqxo'jayev bilan uchrashishim kerak. Xuddiki men unda o'ylaganmanki, meni ichimda zo'r narsa bor, buni xalqqa u odam bu qiz rosa kuchli, zo'r ilmi bor, O'zbekiston xalqi bilinglar deyishini xohlaganman-da. Xuddiki kumir ko'ringan, endi u odamni nimasi judayam kuchli odam meni shunda ko'rsatib qo'yadi. Chunki menda hech kimda yo'q odamning zo'r ruhiyatini tozalaydigan, zo'r xotirjam beradigan yo'l bor menga deb turib shoshganman. Umuman voy nima Akfa Medline'ga borib meni ko'rsatinglar, Jahongir Ortiqxo'jayev bilan ishim bor, men odam bilan ko'rishishim kerak desa, ular aytadi-da, registratsiyada qizlar, "Hey qizim, biz mana shu yerda ishlaganimizdan beri shu odam bilan gaplashmaganmiz, ko'rishmaganmiz" deydi. Yo'q, men ko'rishim kerak deb shoshganman. Chunki ongim shu odam orqali men chiqib olaman deb o'ylaganman. Lekin keyin vaqtlar o'tib
shunday tushundimki, sen birdan hech narsa sakrab qolmaysan va sekin-sekin, etapma-etap shundoq shoshishni Sakinatga solib qo'ydi. Bir shoshmasdan hamma narsani o'xshashiga Yaratgan o'zi solib qo'ydiki, hatto o'sha yaqinda ko'rishdim ham o'sha odam bilan. U odam menga taklif qildi, loyihalar, biznes, choy biznesini ochgin, men senga yordam beraman, deyapti-da. Milliylikka nima qil. Oldin bizni bobolarimiz, men dadam shunaqangi nima bo'lardi, sariyog'li choy ichishardi, sariyog' qo'shib ichishardi. Shunaqa qo'shimchasiga paketchalarda shunaqa bo'lsin, sariyog'lari bor, shunaqa qilgin, deyapti. Menda unaqa biznesga moyillik yo'q. Men o'zimni yo'nalishimda kerak. Bundan men maza qilaman. Yordam kerak bo'lsa beraman, deyapti. Keyin tushundim. Men avvalgi ongim bo'lganda yordam so'rab chopganman-da, lekin yo'q, meni tushunganingiz o'zi, meni ichimdagi kuchni his qilganingiz o'zi menga bo'ldi. Menga hech qanaqa yordam kerak emas. O'zim bilaman-ku, baribir har doim o'zimni o'zim olib chiqaman. Men eng chekka hududning bir og'riqli oilaviy muhitdan chiqib balandlab butunlay boshqa bir xotirjam hayotga o'ta olgan qizmanda. Hammada har qanaqangi minus daraja bo'lsa, buni masalan koordinatalar o'qi bor, qanchalik minusda tursa, u bitta harakat qilsa, ruhiy holatini to'g'ri ishlab, bitta yozib ishlay olsa, xuddi -5 darajada turgan odam bu yoqqa sakrab boradi. O'rtadagi insonlar koordinatalar o'qini kesishgan nuqtasi 0 nuqta. U garmoniya o'rtada turadi. O'rtamiyona yoni odamlar, lekin undan balandlashish uchun bitta harakat qilsa, qanchalik minusdagi odam shu darajada tepaga ham chiqa oladi-da. Hozirgi tushunchalarda, hozirgi yetib kelgan yo'lda inson faqatgina o'zigina g'olib bo'ladi, o'zigina chiqa oladi va hamma kuch va bilimlarmi yoki hamma o'sha tayanadigan nuqtalari faqatgina o'zida ekanligini his qiladi. Inson insonga daxlsiz. Judayam katta ilm. O'zi shu fikrni o'zidan ham tayyor odam bo'lsa, miyasi portlab ketishi mumkin. Agar u ochiq uyg'ongan odam bo'lsa, bilimlar ichida yurgan bo'lsa, ming zo'r aytgan, zo'r gap aytsangiz ham u tushunmaydi. Inson insonga daxlsiz degan narsani, o'zini mohiyatini ochib olsa odam, menga zarar berib yurgan men baxtsizligimga sabab qaynonam emas ekan, erim ham emas ekan, yoki mana hamkasbim emas ekan, o'zimda ekan, meni shu tizim ishlayapti yoki sistemadagi holatim ekan degan narsani yaxshi tushunib oladi va bir odamni kamonini o'qlab unga qaratib turishdan to'xtaydi. Hech kimga daxlsiz. Bitta narsa qiziq bo'lyapti. Oldingizga kim kelishidan qat'iy nazar, 7 yoshmi, 70 yoshmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi gapiradigan gapingiz ruhiy tozalanishing kerak va barcha dardingni qog'ozga tushirib, men kimga nima tilayman degan narsani ishlashing kerak deb berasizmi shunda? Qarang, ba'zi odamlar bor, umuman yozish xohlamaydi-da. Umuman yozish xohlamaydi. Men unga fikr bilan kesaman, o'sha fikr bilan tugunini kesib bera olaman. Chunki uni qaysi nuqtada turgani shundoq sezilardi-da, o'sha joyda o'tkir fikr aytaman. O'sha joyda u eriydi. Umuman yozish xohlamasa. Yozishni umuman xohlamaydigan, bu narsadan uzoq odamlar ham keladi. Oddiy fikr bilan, chunki undagi etaplar, undagi qiyinchiliklardan yashab o'tganman-da, uni energiyasi bor menda, yashab o'tib bo'lganman va shu joydagi holatini his qilib, fikr bilan, suhbat bilan o'zini balansga keltira olaman. Yaxshi, avvalgi podkastlarimizdan ko'ra bugun qanaqadir endi o'sgan deyiladimi yoki bu burro deyiladimi bo'ladi-ku, tezda aytilishimi, avvallar o'ylanib gapirilayotgan gap bo'lsa, o'ylanib gapirilayotgan bo'lsa, hozir tezda javob berib va yetmagan joyga, men bermagan savollarga ham javob berib ketish. Nima uchun qayta kelaman aytaymi? Hozir bir mag'lub bo'lgan joyda inson o'sha joyda qoladi-da, ochlik. Yana g'olib bo'lgisi kelaveradi. Nima uchun sizga shoshish bor menda? Faqat siz bilan suhbatlashib, o'zimni ifoda qilishga xohish bor. Chunki yiqitish bor-da sizda.
Kimnidir shu qanaqa mutaxassis bo'lsa ham uni yiqitgan joyingizda agar u o'ziga ishonsa, agar u ichida o'ziga nima deydi, qattiq bir loyiqligi bo'lsa, yana shu joydan baribir bir kun mag'lub bo'lishim kerak shuni degan narsa bilan keladi. Va shuning uchun ham men balkim yana suhbatlarimiz bo'ladi deb o'ylayman. Kurashgan, nima deydi, yiqilgan kurashga Balki, balki. Yo'q, ko'p mutaxassislarimiz bilan suhbat qilamiz va aynan masalan coach mutaxassislarimiz bilan masalan yillik bizni shartnomalarimiz bor. Balki ularni ham ichida bordir. Uni ayta olmas, ifoda qila olmas ular. U o'sha joyda sizda shunaqa yo'nalish uni baribir bir fikringiz bilan yiqitib qo'yish. Hech qanaqa tayyorgarliksiz kelamiz oldingizga. Va siz o'tkir fikringiz bilan o'sha joyda mag'lub qilishga moyillik borda, u keyin qachondir yashab urib, ha shunda Mironshoh shunaqa dedi. Shu fikrimni aytmagan ekanman. Chunki u yashalib ilmini oladida keyin va o'sha ilmini keyin yana baribir to'kkisi keladi. Va unda biz to'g'ri qilar ekanmiz. Chunki qayta ko'rishdan biz faqat xursand bo'lamiz va qayta suhbat qilishdan agar u rostdan yaratgan yo'lda yoki borliq tabiat yo'lida u sog' Agar o'zini yo'li bo'lsa u davom etadi. Sizdek jurnalistlar kerakda hozir. Aynan har xil maydon o'rtaga chiqdi, dunyo o'rtaga chiqdi, ifoda qil xohlaganingcha. Internet birlashtirdi insonlarni-da endi. Siz qog'oz ruchka olib televideniyega yugurmaysiz, boshqa oddiy uyda o'tirib telefoning bilan o'zingni nima talanting bo'lsa namoyon qilishing mumkin va siz uni qanchalik senda o'z yo'ling bormi, yo'qmi, sen haqiqatdan ham nimadir bera olasanmi, yo'qmi degan narsani nima deydi, saralashmi u asoslaring bor, shuncha gapirgani degan. bir yiqitib qattiq yanchishsangiz balki o'rnidan tura olmayotgan, umuman yo'q bu meni yo'lim emas deyishi ham mumkin-da. Bu juda ham to'g'ri. Yo'q, bor shunaqa. Nimagada? Mana oxirgi 2 haftaning ichida bizga 2 ta mutaxassis chiqdi-da. Bizlar bilan gaplashdik. Hamma shartlarimiz ularga to'g'ri keldi. Masalan, ularning ham takliflari to'g'ri keldi-da. O'zidan ularda nima paydo bo'ldi bilmadim, kela olmadi. Keyin oxirgi aytiladigan gapi yordamchilarimizga telefon qilib biz hozir tayyor emas ekanmiz degan xulosaga keldi va bundan xursand bo'ldim. Shu narsani tan olib aytishlikdan. Shunchaki yo'q bo'lib ketsa ham biz nima qilamiz? Telefon qilib qani siz demaymizku. Biz hozir tayyor emasmiz dedi va bundan xursand bo'ldik. Tayyor emas odam albatta tayyorlanish uchun harakat boshlaydi. Kuch keladi unga. Ilm izlaydi, boshqa bo'ladi. Va menga qiziq bo'layotgan narsa mana shu ilmlarni beryapman, olyapman, mana shuncha gaplar gapirdingizda, shu kunlarda, shu soatlarda, shu haftaning ichida yoki shu 3 kunlikda nima sizni hayotingizda yechildi va yangi ilm keldi yoki yangi narsalar paydo bo'ldi yoki nimaga harakat boshlandi? Zo'r gap aytdingiz. Qarang. Men 1 yil to'xtadim. Bu nimaga bunchalik meni nima qildi? Qalbimda yig'i bir nidoda ichimda hech narsa qila olmayapman. To'xtagandek bo'ldim. Lekin men o'sha paytda men odamlarni tozaladim-da, shuning uchun ular og'irligi tushdi menga boshqa deb o'ylaganman-u. Lekin eng katta tushungan narsam odamni yengillashi uchun menga bir ilm kelsa o'sha paytda berishni o'rgandim-da. Ayni paytda masalan odamlarda ko'p odamlarni sezaman, ham ko'p narsani biladi, olib qo'yib yuradi, yig'ib yuradi, uni qo'llamaydi yoki kimgadir tashqariga chiqarmaydi. Men o'sha birinchi Potok akademiyam zo'r natijalar va undan keyin menga o'zi boshqa bir etapda ilmlarni tushunishni boshlagandim-da. Va u narsani men yig'ib keyinroq deganim sayin battar og'irlashib bir yiqilishni boshladim. Anglashga chiqarmadim. Bitta misol keltiring. Masalan, nima anglash keldi va o'shaning o'rnida bergan anglashlaringizdan birortasini ayta olasizmi? O'sha paytlarda juda ham katta his qilgan narsam qanday tushuntirsam? Ayollarni jamiyatdagi ko'p bizning mentalitetimizdagi ayollar
o'zini o'zi kuydirayotgani edida. Buni ifodalashim uchun bir vaqt kerakdir balkim, lekin qisqacha aytaman. Masalan, oddiy temir xotinni ko'rganmiz. Undagi o'sha alomat degan ayol o'zini o'zi yoqadi. Temir endi u robot bo'ladi, o'zini o'zi yoqib yuboradi. Nimaga u bu nima yashab bo'lmaydi bunaqa sistemada, bu tizimda degan narsa bilan u temir bo'lsa ham o'zini kuydirib yuboradi o'zini o'zi. Va o'zbek ayollari xuddi ana shunaqa ichi kuygan. U allaqachon o'zini o'zi shu qadar majburlab balansni buzib yuborganki, hech qachon o'ziga haq berish yo'q bo'lgan ayollar bor. U tirashib oilami uchun ichida bo'shliqda, uni ichkarisida bo'shliq, o'zini tan oldirish, ko'rsatish uchun judayam katta mehnatlarga o'zini ravo qilib yuboradi va ong ruhiyat kuyib bo'ldida, uni kuyib ketadi. Hech qanaqa o'ziga ravo yo'q, o'ziga loyiq bir haq berish yo'q va haq bermagan joyda balans buziladi. U kuygan rejim bilan, o'sha alomati kuygan strukturasi bilan ichkari ruhiyat o'chgan, hamma narsa o'chgan va nima qiziqish qolmadi hayotni. Hech narsaga qiziqmayman, pardozga ham qiziqmayman, kiyimga ham qiziqmay qo'ydim. U chorig'ini sudrab, zo'rg'a bosib, majbur ovqat qilishim kerakda, majbur shu erga qarashim kerakda degan hafsalasizlik bilan yasha boshlaydi. Hafsalasizlik bilan. U tushunsa agar oilada qadr topishing uchun bir seni mavjudligingni his qilishi uchun avval sen o'zingga o'zing qadr berishingni, ter to'kib, yugurib, yelib mehnat qilayotgan paytingda bir uchini o'zingga haq ata. O'zing uchun haq ber va shu joyda u kuyishdan saqlab qoladi. Ichki portlash bo'lib ketganda ayollarda. Men mana shu narsani juda ham ko'p tushungan edim. Lekin men Haq berish degan narsa ochiq bo'lib ketsa, ochiq o'tib ketsa yaxshi bo'lar. Masalan, qanday qilib o'ziga haq beradi? Mana turmush o'rtog'iga xizmat qiladi, oilasiga xizmat qiladi, farzandlariga, xullas mana o'sha nimaga endi o'sha paytda o'zini unutdi deganingiz yo bo'lmasa o'ziga haq berdi yoki bermadi. Qanday berish kerak haq? Masalan. bu oilada eri uchun xizmat qilishi, farzandlari uchun xizmat qilishi, oilada bir bekallikni o'zi bilan mazza qilishi bu norma. Lekin bu chegarani buzib ketgan ayollar bor-da. Buni ham bor mas'uliyat ichida. Lekin men uyimni to'g'rilashim kerak. Aslida mas'uliyat sen oilada go'zal oila bekalligini berishingni o'zi juda yetarli sen uchun. Lekin bu mas'uliyatdan chiqib bolamni o'qitishim ham o'zim uchun deydi-da. Bu shunchaki ongida hech narsa hech kim qilib bermaydi deb o'ylaydi. Sen mas'uliyatni bersang qiladimi? O'zingda-da u mas'uliyatni olgan, undan uyimni ta'mirlashim kerak, bolalarimga ro'zg'orni ham o'zim qilishim kerak degan narsaga shunchalar kirishib ketgan. Chunki u shu ishlarni qilsamgina men borman deb o'ylaydi-da o'zini. Shunchalar tan oldirishga ichkari bo'shliqda va hamma narsani qiladi. Mehnat tunu kun ishlab ko'rganman bu ayollarni. Tunu kun ishlaydi. Oilasiga ovqat qilishdan tashqari kechqurun uni xizmatida, buni ishida qo'shimcha tikadi, boshqa qiladi, ro'zg'or qilay deb tikadi va bu sharoit shunday bo'lsa bu to'g'ri. Lekin shu joyda kuymaslik uchun, alomatdek portlamaslik uchun o'sha paytda bir uchini 10% gina o'zingga ajrat. Masalan, Haq ber. Masalan, xo'p, sen bir kun oylik olyapti, masalan, qo'shimcha dars qilyapti, 10 million unga keladi. U oilasi uchun yetmaydi baribir. Erda qiladigan ishini ham o'zida o'sha 10 milliondan hech bo'lmasa 100 mingini ajratmaydi-da, Meroshoh aka. O'zi uchun. O'ziga haq bermaydi. haq ber degani o'zingga vaqt ajrat deganimi, o'zingga qara deganimi? U ham moddiy tomondan ham bir O'sha ayol o'sha pulni ajratgani bilan u pulni masalan kiyim olish mumkin, o'ziga qarash, shunga ishlatishmi? Shunga vaqt ajratishmi? vaqt ajratish, masalan, o'shanga rozi bo'lib, o'zidan bekor qildimda shuni o'rniga bolamga olsam bo'lardi, boshqa demasdan, masalan, Farida, bugun sen nima xohlaysan? Sen o'ziga o'zi shu paytda o'zingga haq berish juda ham muhim.
demoqchiman. O'sha paytda shuni qilib borsa, u ruhiyat juda ham o'lib ketmaydi. Biz tanamiz tunu kun 24 soat harakat qilaversa tana charchaydi-ku. Bizga shuning uchun yaratgan uxlash bor bizda yoki bo'lmasam bir joyimiz og'riq berib qo'limiz og'rishi, oyog'imiz og'risa belgi beradi-yu, sen charchading, sen damingni ol deydi belgi. Va ruhiyat uxlaganda ham ertaga yotib uxlayotganda ertaga endi mana bolamni repetitorga pulini to'lab qo'ysam yoki mana shunaqa mas'uliyat bilan yursa, faqat rejim umuman ruhiyatda o'ziga chetkaga surib qo'ysa, alomatdek kuyadi. Ruhiyat kuyadi va o'sha kuygani bilan ham majburlab yashaydi-da o'zini. Hech narsa ochiq. Sen tan olasizmi mana shu joyda? Mana shuni kuydirayotgan ayol o'zimi yoki erkakmi? Buga o'sha kuyayotganlar nima deydi? Eri kuydirayotgan deydi yoki qaynona kuydirayotgan yoki kimdir kuydirayotgan. Qilmayapti deydi-da. Erim qilmagani uchun men qilyapman deydi. Lekin u aslida o'sha yo'lni sen unga bera olsang, u qiladi. U Javobgarlikni o'zingdan forig' qilib, uning uchun nima kerak? U nima uchun u o'zi qiladi? Chunki men shularni qilsam men borman deydi-da. Ichida ichki bo'shliq. shuni qilsam men borman deydi. Ikkinchidan, mana shu narsa siz aytayotgan tushunchaga kelish uchun ilm kerak-ku. Ha. U ilmlarni ko'rsatish uchun mana shu siz o'zingiz hozir qilayotgan narsa tizimingizda yoki yozishda mana shularni ko'rsatasiz, to'g'rimi? Tushundim. Mana shularga olib ketasiz. Mana shuga olib borasiz yoki shularni tushuntirasiz yoki shuni o'rgatasiz. Yaxshi, bugun bitta narsani angladim. Anglaganlaringiz va tushunganlaringiz ichida bugungi jamiyatimizdagi ayollarimizni aybdorlikni yoki boshqa javobgarlikni boshqalarga emas, o'zini zimmasiga olishni o'rgatayotganingiz yoki o'rgatishni ilinayotganingizni his qildim. Bugungi o'sha sog'lom jamiyatdagi farzandlar nosog'lom ba'zi bir ayollardan emas, sog'lom ayollardan, ruhan sog'lom ayollardan tug'ilishi kerak ekanligi haqida qayg'urayotganingizni tushundim. Va millatga yordam berishga intilayotganingiz va buni shu sizni harakatga keltirayotganini sezdik. Bu yaxshi. Va yuqorida akademiya deb bo'ldi. Bugun juda akademiyalar ko'p. Lekin o'sha akademiyalardan siz akademiyangiz farqi va u akademiyada nimalar bor, nimalar yo'qligi bu qiziq. U haqida hikoya qilasizmi yoki u haqida gapirib berasiz, ma'lumot berasizmi shu? Unaqa poklanish akademiyasi haqida 2 yil ketdi-da. Meni bunga yana ikkinchi bosqichga tayyorlanishim 2 yil oldin ochganman birinchisini. Zo'r bo'ldi, lekin men undan keyin o'sha tayyorlov bo'ldi-da, yaratgandan meni yiqitdi qandaydir. Va hozir juda ham katta shaxt bilan o'sha bizga 1 yil oldindan yig'ilib qo'ygan akademiyangizga men kiraman deb niyat qilib kutgan odamlar bor. Qarang, men akademiyada ko'p bilim bermayman Mironshoh aka. Chunki shundoq ham men akademiyamga bilimlar orasida adashib olib lekin qo'llolmagan, natijaga chiqa olmagan odamlar keladi-da. Birinchi nol bosqichdan emas akademiyada. Shu hech narsani o'rganmaganman, hayotimni o'zgartirishni xohlayman, akademiyangizga kiraman degan odamlar juda ham kam va ularga vash malades deyman. Tanlanganda qandaydir yaratganni bir ko'p ilmsiz u, lekin ichidagini poklab tez ochiladi. Akademiyada eng dastlab uni ruhiy holatini hammani kechira oladi tubdan. Butunlay uni o'ziga ichidagi salohiyatini o'zi his qilib oladi-da. U aybdorlikdan chiqish, o'zini o'zi qabul qilish, bu avtomatik unga keladi va undan balandrog'i men aytayapman-ki, men o'zimni ichimda bor, o'shaning uchun yuguraman, jamiyat uchun men kerakman degan narsani men o'zim uchun paydo qilgan bo'lsam, u o'zi uchun nima uchundir meni mana shunda salohiyatim bor, bo'ldi, qochinglar, davrani menga beringlar degan mahkam ushlab mikrofonni olib turadigan ichki kuchini beradi-da. Akademiya, poklanish akademiyasi, ya'ni ichki xulqqa olib keladigan yo'l bu. Endi buning uchun bu nima uchun ko'p 6 oy mehnat qilish kerak-da. Chunki 6 oy ham bu ko'p. Ya'ni men ko'p o'sha o'qib yurgan paytlarimda, masalan, meditsinada shunaqaki, 6 oyda yangi informatsiyalar ongda o'sha asl bir o'zak paydo, urug' ekilar ekan. 6 oy kirishsa o'sha narsaga. Ya'ni bu chaqaloqni 6 oyga to'lib 7 oyga o'tishi bilan u tug'ilsa yashab keta olishi shunga o'xshaydi va 6 oy juda ham
bu kimlar uchundir ko'p, lekin haqiqiy o'zgartiraman, mehnat qilib beraman shu joyda degan tayyor odamlar uchun ko'p bo'lmaydi. O'zini tanlash yo'li bo'ladi. Akademiyamiz uchun hozirda harakat bor. Unga qanaqa qilib uni ma'lumot oladi yoki unga qo'shiladi, unga nima qiladi, qanday qilib nima qilinadi? Ya'ni u haqida yanayam batafsil ma'lumot olish uchun yoki bunga a'zo bo'lish uchun yoki bu haqida ko'rib chiqish uchun masalan. Bizda shu tayyor odamlar oldin suhbat qilib olamiz akademiyaga, uni darajasini bilish uchun. Masalan, umuman qabul qilolmayotgan, umuman hali mas'uliyatni bo'yniga olmaydigan odamlar u joyda eshitib va topshiriqni qilmasa u o'xshamaydi baribir. Shuning uchun ham zo'r natija bo'lishi uchun o'zim bilan shu telefonda suhbat qilib ko'raman. Shu paytgacha suhbatlarimiz orqali ma'lum bir jamoani yig'ganmiz va o'zimni o'sha birinchi potokdagi shogirdlarim yordam berishadi. Ularni qabul qilishga suhbatidan biladi. Ular chunki ochilgan, suhbatidan biladi tayyorligini. Biz Telegram yoki Instagram orqali bizga murojaat qilishsa, biz sekin tartibda tizimlashtirib suhbat aloqaga chiqamiz. Shu orqali bog'lanish mumkin. Tayyor bo'lsa, akademiyaga qabul qilamiz. Ajoyib, yaxshi. Akademiyaga rivojlayman. Agar bu to'g'ri yo'lda sog'lom hayotga, ruhiy sog'lom bir yo'lga ayollarimizni chaqirilayotgan bo'lsa, ayollarimizni rivoji uchun xizmat qilayotgan bo'lsa, sizga va sizni jamoangizga ham kuch-quvvat tilaymiz. Kelgusi dasturda yana ko'rishguncha xush kelibsiz. Rahmat, Mirashah aka, sog' bo'ling.